久久的站，在命运倒向我之前，旷野上正确的是否仍明确？群山无言，日夜环绕我，这片泪滴也起风波。我抱着你闪烁，为明日无穷的瞬间，我百公斤语言填下一双双泪眼。我们无需被怀缅，创造间毁灭，不变的是改变，高呼着我们在宇宙中间，四处皆是见面，为何不相见？这颗碎裂的命星是彩儿的。龙浩辰融合了你们的命运，主动交换了你们的位置，将你传送到了星域，而他则替你去星域死斗城，承担那个必死的结局。什么心意，什么命盘，让我们来斩碎它！带着他的力量继续向前吧，找到最后一位永恒英雄萧破。这是西魔神的第5星冕，这场闹剧由我亲手送清。 Taxt muhri 190 qism. Telegramdagi Animania kanali uchun maxsus. Biz g'alaba qozondik. Sevgilim, Rejalar shunchaki chippakka chiqdi. 6000 yil davomida bizlarning irqimiz birinchi marta tushkun ahvolda. Dadamning ulkan rejasi shunchaki yo'qqa chiqdi. Endi ularga nima qilishimiz kerak o'zi? Sen allaqachon bilasan, to'g'rimi? Janobimning ma'budlik yo'liga borishiga to'sqinlik qiladigan hech kimni omon qoldirmayman. Men hammasiga tayyorman. Ruhimni, umrimni, hatto yulduzli iblis klanining butun kelajagini, do'zax eshiklarini ochib, keyin esa jismoniy tanamdan voz kechaman. Yulduzli demonga kirib, hamma narsaga ruxsat beraman, toki rejamiz amalga oshsin. Tushunarli. Qurbonliging uchun tashakkur. Senga rahmat. Bu nimasi? Nima bo'lyapti o'zi? bolam, yo'q. Juda katta teleportatsiya. Jinlar o'zi nima qilmoqchi? Hammangizni ko'rganimdan xursandman. Xush kelibsizlar. Garchi ba'zi bir murakkabliklar bo'lsa-da, yulduz ma'budi Vasexning qurbonligi tufayli qirg'in yanada kuchaydi. Hozirdan boshlab men bu joyni to'liq nazorat qilaman. Barcha gaplarimizni tugatib, odamlarga qarshi yurish qilamiz. Hazratimiz albatta keladi, ma'budlikka ko'tarilgandan so'ng. Biz g'alaba qozondik. Biz g'alaba qozondik. Endi uyga boramizmi?
Qanday joy? Seni tabriklayman. Odam. Jangimiz g'olibi sifatida seni mukofot bilan taqdirlayman. Ushbu qirg'inimizning o'zi. Nega? Axir men g'alaba qozondim. Bu yerda meni qoidalarim hukmron. Kim g'olib bo'lishini men hal qilaman. Ajoyib. Sen zarar kunanda. Yulduzlar domina titramoqda. Axir bu 5-yulduz toji. Yulduzli iblis ma'budi. Yulduzli plastinkani sindirish jismoniy ta'limni qurbon qilishga majbur qildi. Shunday qilishimga siz aybdorsiz. Lekin hammasi shu yerda tugaydi. Barcha qoidalarni hisobga olgan holatda 5-yulduz toji bilan u bilan jang xatarli. Yakuniy. Tong siklar. Sizlarning yulduzli toj haqidagi bilimingiz hali juda ham sayoz. Yulduzli kishanlar. Bu qafas 10 mingta yulduzdan yasalgan. Ozodlikni unutishingiz mumkin, chunki hech qayerga qocha olmaysiz. Longhauchen, sen janobimning nazariga tushgansan. Shuning uchun senga yana bir imkoniyat beraman. Hozir sodir bo'layotgan hamma narsani men allaqachon bashorat qilganman. Janobim ma'budlik yo'lini qanday bosib o'tishi, sening qanday qarshilik ko'rsatishing. Ammo qanday jarayon yuz bermasin, son sanoqsiz bashoratlarimda insoniyat mag'lubiyatga uchraydi. Yulduzli domin arenasidagi har bir kurashingiz janobimning ma'budlik yo'lidagi bir zinadir. Sizda esa qarshilik qilish uchun hech qanday imkoniyat mavjud emas. Bu yakuniy natijani yulduzli plastinka yaratdi. Ammo Longhauchen, sen boshqa yo'lni tanlashing mumkin. Butun xalqing bilan mening janobimga itoat etasan. Bu yagona o'zaro manfaatli natija. Rahmdillik haqida sen gapirma. Bizni yerlarimizni nima qilganingni bilasan. Hatto uylarimizgacha bostirib kirishdi. Sen ulardansan. Birinchi hujumlarni ham siz qildingiz. Sen odamlarni nima deb o'ylaganding o'zi? 200 lamachi tanloving kerak emas. 6000 yillik qarshilik. Insoniyat uchun bu yetarli. Bu yerdagi har bir inson men bilan bir xil tanlov qilgan bo'lardi. Xauchan. Yaxshi. Unda yulduzli domen bilan birga halok bo'ling. Men bu yulduzli domenning qoidalarini buzaman va yangi qoidalar joriy qilaman. Janobimning ma'bud bo'lib qaytishiga sizlar yordam berasiz. Endi ko'ramiz. 4 ta yulduz toji bilan qarshi chiqmoqchimisiz? Yulduzli alangalar. Yulduzli domendagi yagona 5-toj. Uning barcha kuchini boshqarishi mumkin.
Shu jumladan hatto sizning kuchingizni ham. Xaucha, seni tojlaring. Boshqaruv kuchlar emas. U barchasini boshqarmoqda. Foyda kuchsiz. Yulduzli domen ichida siz yangi tug'ilgan chaqaloqdeksiz. Sizda meni mag'lub etish imkoniyati yo'q. Nega hali ham chiranyapsan? Hatto senga yaxshi tanlov berganimda ham nega hali ham qilich o'ynatyapsan? Xaucha, Chunki men insoniyatni himoya qilish, adolatni himoya qilish, oilamni himoya qilish uchun qasam ichganman. Bu nimasi? Bo'lishi mumkinmi? Axir bu abadiy qahramon. shu paytda uyg'ongan yulduzlarning so'nggi kishanlari. Telegramdagi Animaniya kanali uchun maxsus ovoz aytiladi. Animaniya 3D olamdagi sifatli panda. Insoniyatning birinchi ritsari, katta Xiao. Sen? Lekin qanday? Axir sening taqdir yulduzingni hech qachon ko'rmagandim-ku. Chunki 6000 yil avval o'z taqdirimni o'chirib tashladim. Barcha ritsarlarning taqdiri yo'q qilingan. Shu paytgacha mangu sukunatda uxlab yotgan. Faqat shunday qilibgina sening yulduzli domening ichiga kirishim mumkin edi. 6000 yil oldin vafot etgan va unutilgan odam kabi. Mening bu 6000 yil mobaynidagi kutishim faqat shu daqiqa uchun edi. Boshqa ritsarlarning yuragi tufayli jonlandim. Mumkin emas. Ritsar, sening nuring yulduz domeni ichida porlaganda mening uzoq yillik kutishim nihoyat ma'noga ega bo'ldi. Endi qilichingni mahkam ushlab, bu yulduzli osmonni yoritishga tayyormisan? Har doim qilichim men bilan. Insoniyatning 5-tojni qo'lga kiritishi uchun faqat bittagina yo'li bor. Bu meros orqalidir. Bema'nilik. Unga tegma! Men sening tojingdagi 5-yulduzni yo'qaman. Va senga ritsarning eng kuchli qilichini beraman. Jenurson, men sizga rejamni buzishingizga yo'l qo'ymayman. Buning nomi osmon burilishining 3 shakli. Efemer go'zallik chaqnashi. Shunday qilib, oxir oqibat shunday bo'lishi kerak ekanda. Bu safargi bashoratingda janob oliylari albatta ma'bud bo'lib qaytadi. Ammo taqdirni oldindan bilish juda yuqori narx talab qiladi. Bu safargi to'lanadigan narx yana nima? Sening o'limingmi? Son sanoqsiz bashoratlarimda agar maqsad qilingan rejani bajara olmasam, keyin boshqa usul ham bor. Bu albatta janob oliylarining ma'budga aylanishidir. Ya'ni 5-yulduzli tojimni qurbon qilaman. Janobim maqsadiga erishishi uchun.
Janob oliylari, nihoyat ma'budga aylandi. Bo'lishi mumkin emas, axir bu 6000 yil davomida eng yuqori kuch yulduzli iblis ma'budi qanday Planimizning yengilishi yulduzli mumkin? osmoni. bu Kimdan ketishga xavf qilyapti? qaramas. Kichik uka, Xiao Hao. mening vazifam shu yerda tugadi. Qolgani esa endi senga bog'liq. Yosh ritsar. Shuncha yil sukut saqladingiz. Birgina eng kuchli zarba uchun. Bu ritsar uchun eng muhimidir. Hech qachon umidsizlikka tushmang. Barcha ritsarlar hurmati uchun. Yulduzli iblis ma'budi o'ldi, ammo qirg'in hanuz davom etmoqda. 5-yulduz toji tufayli ko'plab oddiy insonlar qirg'in tufayli azob chekmoqdalar. Hammasini his qilyapman. Sinao Bao bilan hammasini tugatishing kerak. Qolganini esa menga qoldir. Ularni xavfsiz joyga olib boraman. Endi nima qilamiz? Bizni himoya qiluvchi ustalon jarohat oldi. Ularni himoya qilish uchun menga qarshi chiqmoqchimiding? La'nati chol. Lekin ularni qancha vaqt himoya qilmoqchisan? Taxtning ilohiy muhri. Ikkinchi qoida. Himoya muhri. Sen oldinga harakatlana olmaysan. Bu ilohiy muhr taxti. Biz najot topdik. Bu ilohiy taxt muhrimi? 6000 yil davomida meni irqimga qarshi turgan narsa. Ajoyib. 6000 yil davomida ilohiy muhr taxti va uning ritsari hech qachon mag'lub bo'lmagan. Bizning g'alaba qozonishimiz aniq. Lekin bu taxt unchalik ham mustahkam emas. Ulkan energiyani to'ldirish uchun shundan foydalanganmidingiz? Naqadar kulgili. Bu narsa birinchi ustunning teskari jin ajdarho ustunining proyeksiyasidir. Hozir hammasiga nuqta qo'yaman. Ilohiy taxt muhri. Naqadar achinarli. Ustalon! Bizning ilohiy muhr ritsarimiz mag'lubiyatga uchradi. Juda yaxshi. O'limingiz vaqti keldi. Bobo, hammasi men aybim. Men kech qoldim.
Abao. Bu do'zaxni aynan sen ochding, to'g'rimi Maras? Qanchadan qancha insonlarni o'ldirding? Bularni hammasiga javob berasan. Qonga qon, jonga jon. Aynan bugun o'z qo'llarim bilan seni o'ldiraman. Davomi bor. Animaniya uchun maxsus tayyorlandi. Ovoz berdi Ryan, Firdaus va men 收藏 Klaus. 加关注，追番不迷路。